Qadrdonlar, ehson ishlarimiz davom etmoqda. Yana bir xonadonga yetib keldik. Inshaalloh shu yerga go'zal holatda tunkafonlarimizni qilib beramiz. Xo'p do'stlar, mana hozir eski patulalardan olingan holatda shu romlariga podsvet qilib oq rangli tunkalarimizdan qilib beramiz. Mana bu eski tarnuvlarni ham olib inshaalloh shu xonadonga tunkafonlarni qilib beramiz. Bu ustunlarni ham tunkafonda o'rab chiroyli holatda shu xonadonga yarashadigan qilib inshaalloh bu tomonlarni ham polni tunka qilib beradigan bo'ldik. Xo'jayin yo'q ekan, to'rtta qizi bor ekan. Inshaalloh shu xonadonga munosib ko'rdik. Albatta, ehson ishlarimizni inshaalloh xuddi shunaqa uylarga qilib beramiz. Bemalol agar siz ham shunga sharoitingiz yo'q, remont ishlariga, qanaqadir to'y boshlab olgan bo'lsangiz, remontga sharoitingiz yo'q bo'lsa ham bemalol bizga murojaat qiling. Bir oyda bir xuddi shunaqa xonadonlarga ehson talab xonadonlarga albatta tunkafonlar qilib beramiz. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarga ehtiyot qilinglar.